Nimaga biz ayollar ko'pchiligimiz shunaqamiz? Eng chiroyli lyuks idishlarimizni mehmonlar uchun asrab avaylab qo'yamiz. Eng chiroyli xonalarimizni, mehmonxonalarimizni mehmon uchun bolalarimizni ham hatto kiritmasdan qulflab qo'yamiz. Nima uchun? Eng yaxshi ko'rpachalarini mehmon uchun avaylab asrab olib qo'yamiz. Nima uchun? Eng yaxshi shirinliklarni, mevalarni, yeguliklarni mehmon uchun avaylab asrab o'zimiz qolganini yeymiz. Nima uchun biz mehmonlar uchun bu 5 kunlik hayotda eng yaxshisini ravo ko'ramiz u o'zimiz uchun eng yomonini ajratib olamiz. Bu hayotda aslida o'zimizni sevishimiz kerak emasmi? Biz o'zimizni sevganimizda atrofimizdagilar ham bizni sevib, hurmat qilib qadrlashadi. O'zini sevmagan insonni hech kim qadrlamaydi. Bugun ham men o'zimni qadrlab Albino brendidan shunaqangi 6 kishilik premium sifatdagi farfor servis idishlarini xarid qildim. Sizlar ham xarid qilinglar. Juda ham chiroyli. Men xaridimdan mamnunman.